Shuni bilginki, Allohdan boshqa iloh yo'q degan hamon bir da'voning kaynidan mangan bo'lamiz. Har qanday da'voda shohid talab qilinadi. Shohidi bo'lmagan kishilar da'voda mag'lub bo'ladi. Bizningki iymon va islom da'voyimizning shohidi bo'lsa, Allohning buyruqlarini ijro qilish, chekilganlardan yiroq turishimizdir. Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu so'z mundaqla aytib qo'ydigan yengil so'z emas. Uning cho'nqur qatlamlargacha sho'ng'ib kirishimiz kerak. Har qanday so'z amalsiz qabul qilinmaydi. Shundaqla har qanday amalmu ixlossiz qabul qilinmaydi. Ixlos payg'ambarning yo'lidir. Agar ishkingni qaqqan tilamchi hadiya akagan bo'lsa, meningmi deb so'rabmi qo'ymasdan darhol elishing mumkin. Qaytirib etgan kamasligi mumkin. Ozg'i qanoat qilish qismatidikini qochirib qo'yish deganlik emas. Yig'lash ibodatdir. Yig'lash Janob Haqqa ko'rsatilgan kamtarlikning eng yuqori pallasi. Tirishqin, ammo hech kimga aziyat berishga urinma. Atrofingdagilarga yaxshi niyatda bo'l. Agar jamiyatning tartibi uchun sendan biror ish talab qilinsa, uni qil. Oddiy bir yaxshilikdanmi o'zingni tortma. Bumi ibodat hisoblandi. Dunyo oxiratga pardadir. Dunyo hayotiga berilish insonni dunyo va oxirat hayotining egisi bo'lgan karamlik zotdan to'sib qo'ydi. Dunyoga haddidan ziyoda berilish insonni yaratquchidan ayirib qo'ydi. Shundaqla har qanday maxluqqa ko'nglingizni bersangiz, ma'naviy darizingizga parda tatgan bo'lasiz. Qalbingizni dunyoga bersangiz, Rabbingizning katta maqomi pardining orqasiga o'tib ketadi-da, Rabbingiz tarafidan keladigan ruhiy ozuqlaringizdan yiroqlashib ketasiz. Janobi Alloh ham aziz, ham jalil zotdir. Har qanday bir odamning taqdirga esilib olib, o'zi xohlaganini talab qilish huquqi yo'q. Har qanday bir halovatning bir jafosi bo'ladi. Har qanday bir kengirchilikka bir torliq yushuringan bo'ladi. Har qanday bir balo musibat bir yaxshilikning muqaddimasi. Qora rangi purkinib qolganda qat'iy oq rangning borligini unutib qolmang. Bu ma'naviyat dunyoga aloqador bir so'zdir. Qiyin kunlarda toqatsizlanmang. Nafsingizning bu dunyoda oladigan nasibalari bor. Bir qiyinchilikqa giribtor bo'lish amaliyotda bir imtihondir. Bu imtihon xohlagan kishiga ham nisb bo'lmaydi. Xohlaganlik kishi imtihonning nimish keladiganligini ham bilmaydi. Faqat mingda bir kishi bu imtihonning sirini bila olishi mumkin. Imtihon sirini bilgan chig'ida haqq qaytadi. Balo musibat insonni sagitish uchun keladi. Yolg'iz tafakkur qilish ibodatdir. Pokizlik sirtidan ichiga emas, ichidan sirtiga tapchib chiqadi. Bir insonning ichki dunyosi pokizlanganda qalbi nurlanadi. Avval ichi, ondan nafsi, uningdan keyin badan pokizlanish kerak. Ya'ni avval uyning ichini silib, ishkini keyin taqagan. Ichini boshda qilmay turib, sirtiga tutish qilishda yaxshilik yo'q. Yaratquchi bo'lmay turib, yaratulg'uchi bo'lmaganidek, uy yo'q yerda ishkimi bo'lmaydi. Shundaqla xarobilikka aylangan uyga qulupmi silinmaydi. Oxirat bo'lmagan yerda dunyomi bo'lmaydi. Bir narsa xohlasang, xohlaganingning hammasi berilmaydi. Eng avval sendan shohid talab qilinadi va sinashga selib, oltinning sobliqini tekshirgandek, Allohmi seni sinab tekshiradi. Misli oltin deb setishing to'g'ri bo'lmaydi. Hamma narsaning sobliqini ahli biladi. Qish va yoz faslining yetib kelganiga ishonish va faslga xos havo rayini qabul qilish ko'p yaramchiliklarni yengillatadi. Mana shuningdek, balo musibatlarga ishonishmi, shuningga o'xshash bir ish bo'lib, har tarafdan kelganga ishonish va sabr qilish kerakdir. Sabrchan kishilar har vaqt Allohning rahmati ichida bo'ladi. Hayot insonga ibodat qilish uchun berilgan omonat. Amaliyotda dunyoda insonga berilgan har bir narsa omonatdir. Rizqing to'g'risida ko'p o'ylab, ko'nglingni yerim qilma. O seni topadi. Topqandimi ajoyib topadi-ki, sen uni o seni topgandek aslo topolmaysan. Iymon egilarining qalbi yoritilmay turib,
imonlari yozilib bo'lgan. Bu o'tmishga tava bilimlar bo'lib, bu to'g'risida munozirlashish to'g'ri emasdir. Bizdan burun yashagan sahoba kiromlarga yetgan din nimishqa bizga yetmaydi? Bu so'zlarni degichining eg'izidan qalbidagi samimiyat tomchib turibdi. Samimiyat Allohning yer yuzidagi qilichi bo'lib, tegibli ketganligi narsani kesidi. Yaxshilik ikki kalimaga yig'inchoqlangan bo'lib, Allohning buyruqlariga itoat qilish, uning qullariga shafqatlik va rahimdil bo'lishdir. Shundaqla qalbi buzilib, yomon yo'llarga kirib qolgan kishilarga faqat Allohning taqvodor bandalariga shafqat ko'rsatib, xushchiroy muomala qiladi. Tavba musulmonning kuch-quvvati bo'lib, tavbani avval tilda, ondan tilda qilish kerak. Allohning nazarida yaxshilikning shaklidan bakroq, yaxshilik qiluvchining niyatining qandoqligi muhim. Ibodat qilish bir mahorat bo'lib, ibodatni ko'p qilishdagi maqsad qalblarni Allohning tavhid nuri bilan nurlantirishdir. Allohni ko'p zikr qilgan kishi har vaqt tirik beti turadi. O'lmaydi. Faqat bir hayotdan yana bir hayotga o'tkiladi xolos. Davzax o'ti taqvodor kishilar qo'rqib ketgudek narsimi emas aslida. Haqiqiy taqvodor mu'mindan davzax o'ti qo'rqmay qolamdi demsiz. Agar mu'min taqvodor bo'lib, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqsa, vaqti kelganda davzax o'ti uningdan qo'rqib, qochib Allohdan panohlik tilaydi. Mu'min Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishilarga qalaymiqan haqorat qilma. Ularga aziyat berma. Ularning asla va asla g'ayvatini qilma. Yana shundaqli ulardan qusur izlab, tuhmat chaplashdan hazar ayla. Va yana shuni esingda ching tutqinki, ularning hammaga qodir, nihoyat hayvatlik bir egisi bordir. Taqdirida yozilganga rozi bo'lib yashagan toat ichida bo'ladi. Hargizmi taqdirida yozilganni nodonlik bilan do'g'i tikadiganlardan bo'lma. Taqdirda yozilganga urib, taqdirimda bari mushu o'xshaydi deb bal qo'yib yetishga bo'lmaydi. Biz sizga o'rnak yuzidan anglatgan ba'zi kishilarning hayoti sizni mast qilib qo'ymasin. Ularga qarab havaslanishingizning sizga hech qanday foydasi yo'q. Faqat ularga o'xshash tirishishingiz kerak. O'rinliq hech kimni o'zgartirmaydi. Bangining quruq xiyolni qilib qo'ygangila odamning hayotida o'zgarish bo'lishi ham notayin. İnsanның jismida bir go'sht parchasi bo'lib, u yaxshi bo'lsa, butun his tuyg'ulari yaxshilanadi. Agar u buzilsa, butun yaxshiliklarni yo'qotadi. Mana bu go'sht parchasi yurakdir. Bu so'zni tushunish insonga ruhiy boyliqlarni olib keladi. Ruhiy boyliqi bo'lmagan kishi his tuyg'usiz yashaydi va qilgan ibodatlarimi uningga huzur beg'ishlayolmaydi. Insonning ruhiy boyliqlari bo'lish uchun qalbi yumshoq bo'lish kerak. Har qatim sajdaga borgan cheg'ingizda banda bo'lib yaratilganligingizning haqiqiy rohat huzurini his qilamsiz. Agar Alloh insonga ega chiqmagan bo'lsa, hamma narsalar uningdan qo'l uzadi. Bir taqvo mu'min kishiga aziyat berish gunoh jihatda Ka'bani yiqitib etishdan og'ir gunoh hisoblandi. Allohning rahmatiga, so'ygisiga va shafqatiga erishish uchun balo musibat oldingi shartdir. Har qanday bir katta ne'matdan burun bir baloy musibat keladi. Buning sababi Allohga bo'lgan so'ygining kaynida bir yomon g'arazning bor yo'qligini bilish uchundir. O'limning qachon kelishini saqlama. O'lim paytida butun eshiklar yopiladi. Tavba qilishga kuching yetmaydigan darajada og'ir holga tushib qolasan. Shunga ehson eshik taqilib qilishdan burun tavbaga oldirgan. O'lim musulmon kishini suyundiradi. Kafir kishini vahimaga soladi. Munofiqlarni bo'lsa qo'rqitadi. Sabr musulmonni Allohdan yordam so'rashga undaydi-da, musulmonning martabasini ustun qiladi va aziz qiladi. Agar beshingizga kelgan qiyinchiliklar sababli g'ayribchilik, yolg'izchilikda qolgan bo'lsangiz, aslida bu yolg'iz bo'lgan zotga yiqilish uchun sizga berilgan fursatdir. Nafs bu dunyoda qil deydi. Ammo yana bir dunyoda nima ish qilding deb seni so'roqqa tortadi. Kasal kishilarni yo'qlashga, kuchingizning yetishicha meyit namozlariga qatnashishga tirishing. Chunki bu ikki ish bu dunyoning ichida turib
yana bir dunyoni aslashga yordam beradi. Pat yaqinda hamma narsadan ayrilasiz. Bu ayrilish sizga maslahat selibmi qo'ymasdan tuyuqsiz keladi. Sizga huzur rohat his qilgan hamma narsa asta-asta sizdan yiroqlashadi. Yiroqlashganda ham sizdan ruxsat so'rabmi qo'ymasdan ketadi. O'lim bilan boradigan o olamda sizning chiroyingizga hech kim qarabmi qo'ymaydi. Sababi oxirat hayotini bu dunyoda aslamaganligingizdandir. Bir o'lim bilan yo'qolib ketadigan vaqtli narsalarga ishongan har qanday kishi mangulik rohatga erisholmaydi. Sabr zillatni izzatga aylantiradi. Alloh bilan bo'lgan har qanday kishini hech kim vahimiga, qo'rqinchga sololmaydi. Allohga haqiqiy yaqinlashib, sabr bilan izzatga erishish eng avval insonning qalbidan moddiy narsalarning tozalanishini talab qiladi. Zohid kishi dunyo bilan oxirat, taqvo kishi jannat bilan do'zax, bilimli kishi har vaqt yaratquchi bilan maxluq orasida bo'ladi. Avval ko'zingni to'sib olgan pardani ep tashla. Ondan Allohga yolvor.